Xotin telefon qilsalar, mana Tailandda, dengiz bo'yida, plyaj bo'yida, kechki Tailand. Qalay bolalar, yaxshimi? Oybekjon, masaj qirasizmi? Azaga qanaqa masaj? Nima deganingiz bu? O'zi majburlab olib keldiz-ku. Jon aka, men masajga kirmaganman, umrimda kirmayman. Nima deganingiz? Bo'ling, kutib qolishdi. Xotin, Azaka, men masajga umuman kirmaganman. O'zingiz olib keldiz-ku, bo'ling endi. Jon aka, hech nima tushunmas ekansiz a? Xotin, Tailandda qolaman shekilliga. Atrofim to'la tulki. Qaynanammi? Qaysi biri ekan qizim o'zi? Bu uyimizni qayerdan topdik-ki? Ish qilib ko'rib qolmasin. Voy, kuyovimmi? Mushuk o'tsa palakat o'lardi, g'irt palakat o'ldi-yu. Hay, kuyov. Bu kelyapti-yu. Ko'rmay kirib ketdimi? Ha, Oybek aka, tinchlikmi? Babu kelyapti. Eshikni qulflang. Qanaqa babu? Katta babu. Kimni tushunmadim. Voy, Oybek aka, oyimlar-ku. Yo'q, babu deb o'ylabman. Bo'ji ekanu. Oyi, yaxshi keldingizmi? Yaxshiyam keldi, sog'inib ketdim. Eringni qilig'ini qara, meni ko'rib ko'rmaganga oldi-ya. Oyi, kuyovingiz hech ham unaqa emas. Siz rostdan ko'rmay qolganlar. Voy, qara-ya, qizim bechora arenda yuribdi deb Iskandar Buildingni mezbon loyihasida 2 xonali uy sovg'a qilmoqchi edim. Ana endi bojasiga beraman. Qaynam xafaman demang, kuyov iblos ekan demang, maraziga uchradim demang, ado bo'laman. Jonu jahonim qaynam, gulu rayhonim qaynam, bojizga beraman demang, tamom bo'laman.